Assalomu alaykum aziz obunachilar. Marg'ilon shahar 911 da Sharq choyxonasidan o'tganda ikkita bir xil uyimiz chiqib qoldi. Obzorlarini ko'rsatib o'taman. Ikkala uyimiz ham bir xil dizaynda qurilgan, 3 sotidan. Ichlarini ko'rsatib o'taman. Uy juda ham chiroyli qilib qurilgan ekan. Hammaga nasib qilsa bunaqa uylar. Kirganimizda o'ng qo'lda letniy kuxnya, zeleniy zonalari, tashqi fasadlari. Ikkinchi qavatdan obzorimizni boshlaymiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda kattagina xona, mehmonxona qilib besalaring ham bo'ladi. Patolog qismlari bo'lgan, elektrika ishlari bo'lgan. Ikkinchi qavatdan ko'rinishimiz juda ham chiroyli qilib qurilgan. Qo'limiz aytib o'tganimdek 3 sotli 6 xona alohida oshxonalari mavjud. Kirganimizda kattagina hol. Chap tomonda bitta xonamiz bor. Bu tomonda yana bitta xonasi, plus sanuzeli ham bor ichida. O'ng tomonimizda yana bitta xona. Pol qismlari bo'lgan. Elektrik ishlari bo'lgan. Bag'da yana bitta xonasi. Bu tomonda spalniya bo'lsalaring bo'ladi. Bu tomonda ham yana bitta alohida sanuzeli qismi bor. Egalari uyimiz uchun 68 ming narx aytishyapti. Yana oz-moz kami bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Rahmat.